Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Abu Xan do'stlar. Короче, bugun sizlar bilan missiya bajaramiz hozir. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Podдержка qilib tursanglar, yanada ko'proq videolar chiqadi. Вообще, ko'rasizlarmi, o'rtalar yangi mashinalar oldim уже. Kim men bilan GTA 5 o'ynamoqchi bo'lsa, bemalol kiraverasizlar. La Messi serverda bo'laman do'stlar. Voy, bilan tezroqman-ku. Do'stlar, hamma tinchmi, yaxshimisizlar? Uydagilar yaxshimi? Hozir birgalikda bitta qiz oldiga boramiz-da. Ko'rasizlar hozir o'zinglar hammasi. Biling, mashina yurmayaptimi, jala? Ha, suyroq. Voy, sekora. Voy, давай. Mashina olib tez ekan do'stlar, lekin prям cho'tki, prям silliq mashina-da. Prям olsanglar narxiga arziydi akalar. Narx adashmasam 2,5 million shunaqa. Qatga borish kerak edi. Mana shu tanamchi. O'rtalar sizlar поддержкаlar, mana shuncha mehnatimga arzimaydimi? Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar doy. 5 sekund vaqt sizlarga. Bilmaymanimcha, Bekxan akam tanishinglar kerak. Короче, Xallan oilasidan. Mana shu Xallan oilasidanman. Xolasizlar kirib, o'ynayverasizlar, o'zim qo'shib qo'yaman. Judayam qiziq, voy. Cho'tki narsa ekan, do'stlar. Chiqmamoqchilarga. Nima qilyapman personajni? Yur jonim, birga ketamiz aylangan. Voy, bilan yomon narsa ekan, do'stlar. Qarormanglar yo'g'iga. Biling, qani ketdi bo'lmasam. Lekin вообще uzoqga metga qo'yardi-yu. Farqi yo'q, kelaveramiz. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, pulim uncha ko'p emas. Karta deganlarni men yonimda 30 ming bor xolos. Вообще boshqa bir tiyin pulim yo'q-da, просто. Pulni ishlash kerak do'stlar, to'liq pul topish kerak. Bekxan akani taniysizlar, to'g'rimi? Hozir aytib o'tdim, короче. Aytmoqchi bo'lganim, men ham shularni oilasidanman. O'ynamoqchi bo'lsanglar, kirib bemalol qo'shib qo'yaveraman. Или menimcha, GTA 5 erkin o'ynayotgan, prям 90% o'zbek odam tanisa kerak Bekxan akamni, Doni akamni, Abbozani joy akani joyjonadan bo'lsin. Biling, lekin shu GTA 6ni Abboza bilan kutish kerak edi, biling. Mayli, bo'ladi, ish bo'ladi, lekin voy. Ko'rasizlar akalar, 300 yuribman. Voy. Urilsam сразу o'lsam kerak, menimcha mashinadan uchib ketaman. Voy, biling, yaxshi tez yurishimni. Kompyuter qotdimi, biling. O'sha kompyuter ham qotishga boshlayapti. Mashqqa tushib ketganman-da boshida. Ana. Qancha o'zi ozgina qoldi menimcha. Biling, hozir
men missiyani bajarib bo'lib, medkartani qayta topshirishim kerak. Medkartaning menimcha datasi tugadi. Menimcha olib kirish kerak. Shu olib kirdim. Ana 5000 qo'shildi. Endi yana russkiy manfaga borish kerak hozir missiya olamiz dedim. Menimcha hozir odam kamroq bo'lsa kerak, chunki hamma odam menimcha kechqurun kiradi. 600 odam bor ekan. Tak 600 ham нормально lekin. Men bak bo'lyapti, ko'rasizlar. Do'stlar, bitta narsani aytib o'tay. Ko'p so'raydi-da, просто eski akkauntim meniki ban yedi. Shu GTA 5 da yaxshi ishlar qilganim uchun. Obunachisi bir 60 mingdan bor edi, 60 ga edi hozir. Bu videoni yangi akkauntga qo'yaman do'stlar, o'zingizlar podдержка qilib, sekin qo'llab-quvvatlab borasizlar. Men bitta narsani aytib qo'yay, ko'p kishi so'raydi buni ham. GTA 5 okalar telefonga yo'q. Hamma so'raydi, YouTube'dan qidiradi, telefonga GTA 5 o'rnatish. Okalar, tushuninglar. Telefonga GTA 5 o'rnatish вообще iloji yo'q, prям 0%. Вообще o'tkazib bo'lmaydi do'stlar. Bilmayman, shu boshqa olib kirdim lekin. Men keyingi zadani olamiz, sразу missiya qilib qilib, ya'ni pulni bosamiz. Akalar, давай kontrabanda olaylik. Всё. Endi kontrabanda olib borish kerak ekan hozir. Chiqmaysan boshladimi? Qayerga borish kerak ekan ko'ramiz. Menimcha вообще uzoqqa borish kerak edi. Shu yerda kontrabanda. Mana do'stlar. Shu yerga borish kerak. Ko'cha ekan. Devor ochilmaydi menga eshigi. Menimcha bosh shu yerda. Farqi lekin. Nomer ko'rasizlar do'stlar, вообще nomer boshqa ekan. Uzbeki 03. Bu ham xallarning mashinasi, meniki emas. Xolasizlar, hozir qaroch. GTA 5 yarq o'tkazasizlar, shunda xallarni asliga qo'yib so'raman o'zimdan. Mashti. Okalar, pravani qayerdan olgansiz? Men pravani olmaganman, ne pulga sotib olganman, shundan cho'tki meni. Oy. Atak savollardan 30 dan 30 topganman lekin. Voy buni. Men aka o'sha tez uryaptimmi? Qo'yini o'ramiz. Mashtka kelish kerak edi. Biz o'tib kerak hozir qaroch. Are you serious? Man, get the fuck out of here till you ready to do some business. Блин, tezroq qochish kerak edi. Kontraband yetkazdik, уже сразу qochish kerak. Короче, hozir ehtiyot bo'lish kerak, yo'ldan militsiya chiqib qolsa. Oda bo'ladi, shuni chiqarganimiz do'stlar. Shunga bilan ehtiyot bo'ling. Militsiya вообще chiqib qolmashi kerak. Вообще bu yo'ldan
Mana shuni takror olamizda. Mashina bo'lmaydi bu yoqda вообще. Всё. Русский мафия boramiz endi. Manimcha chiqmaydi degan umiddaman hech qanaqa militsiya. Voy, biling mashina olishga minaman-u, lekin ben hajalanmayman-ku, bile. YouTube'ga video olmaganimga ancha bo'ldi, bir 2 oy bo'ldi deb просто. Eski akkauntim ban yemaganimda biling. Okalar eski akkauntim 3 yilga ban yedi. Voy, 3 yilga, lekinchi. Qat'iy kreditolman, bile. 2 oy kompyuter o'ynamaganimga, вообще o'ynamayman mashinani. Kiramiz, missiya olamiz, gazini bosamiz turib. Qani kiramiz deydi shu. Yana uzoq o'tib. Qishloq mashinasi turib turadi. Qani ketdik do'stlar. Tezroq olish kerak sizlarga. Biling, 1 minutdan keyin bo'lar ekan hali. Endi 1 minut nima qilamiz? Davay. O'zimga bilan cho'l luk qoramiz. Biling, qanaqa luk yarashadi menga. Mana ekanmizda. Ani o'zini yaxshi ekan. Manimcha shu yaxshiroq. Всё. Do'stlar, menimcha bugun yetadi. Keyingi video, короче. Ertaga chiqaraman do'stlar, вообще farqi yo'q. Layklarni yiqitishingizlar bo'ldi do'stlar. Men bu opani manza qilib aylantirib keldik, lekin mayli. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Abu ham bo'ldi, paka.